Assalomu alaykum, hurmatli QA sohasini o'rganayotgan talabalar. Bugun demak 12-darsga keldik. 12-darsimiz test analysis va test design. Testni analiz qilish va testni dizayni. Ya'ni dizayn faqat chizmachilik yoki bir suratni chizish, ko'rinish, grafikalardan iborat emas, balki testing sohasida ham dizayn bor. Shu uchun buni o'zi testing sohasida dizayn nima, analiz o'zi nima, tahlil nimaligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak testlar qanday yaratiladi? Tasavvur qiling, product owner sizga vazifa berdi. Foydalanuvchi parolni tiklay olish kerak degan vazifa berdi. Xo'p, endi siz nima qilasiz buni? Darhol test case yozasizmi? Yo'q. Avval tahlil qilasiz, ya'ni analysis, ya'ni talabni tushunib olishingiz kerak, savollar berish kerak, shartlarni aniqlash kerakda. Undan keyin dizayn qilinadi. Dizayn degandan murod aniq test case'lar, test ma'lumotlari, qadamlar, bularni har bittasiga birma-bir to'xtalamiz. Bu ikki bosqich QA testerning bu professional ishi. Junior testerlar asosan tayyor test case'larini ishlatadi. Middle'lar esa o'zi yaratadi, loyihadan kelib chiqqan holatda. Masalan, sayt, platforma tracking sistem yoki HR sistemi bo'lsa, ikkalasida test case'lar ikki xil stilda yasaladi, ikki xil stilda yoziladi. Shuning uchun buni asosan middle QA'lar yozadi, juniorlar shu middle'lar yozganni bajaradi. Xo'p, oddiy misol keltirsak, shu analysis bilan dizayn misol olgan. Analysis misol mijoz ovqat buyurtma qildi. Endi ofitsiant so'raydi. Ofitsiant bu masalan QA necha kishi uchun, necha kishini achchiq bo'lishmi deya tafsilotlar aniqlik tafsilotlar so'raladi. Mana shu tafsilotlar bu ya'ni talablarni analiz, yani tahlilni ko'rib chiqish bo'ladi. Ya'ni dizayn, xo'p, aniqlab oldi necha kishi ekanligi, xo'p, achchiq bo'lishimi, shirin bo'lishimi, qanday ketishi aniqlagandan keyin dizayn bo'ladi. Ya'ni oshpaz retseptni tuzadi, masalan 1 kilo guruch, yarim kilo go'sht. Bu mana shu dizayn. Endi bu sodda misolda keltirilgan. Testlar ham xuddi shunday, avval talabni tushunasiz, keyin aniq test case yozasiz. Xo'p, demak birinchi test analizga endi batafsil to'xtalsak, biz sodda misol keltirdik. Demak, analiz qilish. Test analizis, ya'ni testni tahlil qilish, talablarni o'qib, nimani test qilish kerak degan savolga javob topish. Test dizayn, qanday test qilish kerak degan savol. Xo'p, masalan, sizga berilgan vazifani chuqur tushunish va test uchun zarur narsalarni aniqlash, bu testni analiz qilish. Xo'p, test analizda 4 ta bosqich bor. Talab, user storyni ko'rasiz, savollar tuzish, acceptance kriteriya, xo'p, yetadimi yo qo'shimcha qo'shish kerakmi, shuni aniqlaysiz. Keyin test condition, ya'ni testning shartlari bo'ladi. Buni birma-bir to'xtalamiz. Masalan, misol keltirsak, parolni tiklash degan funksiya aytildi. Foydalanuvchi parolni tiklay olish kerak dedi. Bu sizga berilgan talab. Endi shuni o'zi bilan siz istalganday testlab keta olmaysiz, talablar qo'yasiz. Xo'p, qanaqa talablar? Oldin analiz qilasiz. Xo'p, email orqali tiklasa bo'ladimi parolni? Havola, ya'ni berilgan shu e'tibor qilgan bo'lsanglar, saytda parolni tiklash degan joyda muddat beradi. Masalan, 2 daqiqa, 3 daqiqadan keyin link yangilanadi, xavfsizlik nuqtai nazaridan. O'shani ham testerlar testlaydi. Masalan, hozir bir qaysi saytni misolini keltiradigan bo'lsak, xo'p, masalan, mana o'zimizda ishlab turgan flexobo.com saytini misol keltiradigan bo'lsak, xo'p, biz masalan kirganimizdan keyin sign in qilmoqchimiz, saytga kirmoqchimiz. Shunda masalan parolni unutish bo'limi bo'ladi. Forgot password endi bizga avtomatik kirib ketdi. Kechda saqlanib qolgani uchun parolni unutish bo'limi bor. Mana shu parolni unutish bo'limida mana forgot passwordda bossangiz, sizga muayyan muddatga emailimizni kiritamiz. Shu emailingizga SMS boradi. Keyin emailingizga SMS borgandan keyin mana bu page, mana bu linkdagi bu holat muayyan muddatdagi eskirish kerak. Masalan, ertaga mana xabar keldi. Ertaga yoki bir yarim soat, 1 soatdan keyin men verification kodini terib kirmasligim kerak. Bu saytning xavfsizligi yuzasidan bo'lgan bir talab. Mana shularni ham tekshirasiz. Tester shuni tekshiradi, ya'ni havola to'g'rimi, necha vaqt ishlaydi, 10 daqiqami, 1 soatmi, 1 kun bo'lsa bu ko'p. Bir marta ishlatiladimi? Masalan, bir marta kod keldi. Bu kodni men har doim email terib kiraversam bo'ladimi? Bu ham xavfsizlikka zarar. Ya'ni bu narsa testlanadi, bir qancha testlar bo'ladi. Ya'ni bir talab keldi, bir vazifa keldi. U vazifaga siz tahlil qilasiz, savollarni o'rganib chiqasiz, savollar tuzasiz. Bu narsa ya'ni analiziga.
Xo'p, junior QA talab kelgandan keyin tushundim deydi, darhol test case yozishga kirishadi. Test case bilamiz, masalan, nomi, steplar ketadi. Lekin undan oldin savollar bo'lishi kerak-da. Aniqlashtirib olish kerak. Analiz qilish kerak. Keyin test case ga o'tiladi. Middle QA esa savol beradi darrov. Senior QA bu savollarni mitingda oldindan beradi. Amigos haqida oldin o'tganmiz. Xo'p, demak test analizni tushundik. Sizga vazifa berilgandan keyin o'sha vazifani to'liq tushunib olish uchun beriladigan savollar va keyinchalik shu savollardan qoniqqandan keyin shu savollar asosida dizayn, ya'ni testni qanday qilishni ta'minlab beradigan bir ustun test analizi. Endi test dizaynga keldik. Mavzuyimizning davomiga. Test dizayn bu dizayn o'z nomi bilan, ya'ni testni qanday test qilamiz? Buni dizayn deganda chizib, bo'yab yoki bir rasmlar bilan test qilish emas, balki testni ko'rinishi, testni uslubiy ko'rinishi. Masalan, test dizaynida 3 ta komponent bor, shuni o'tamiz. Xo'p, birinchisi test condition. Testning shartlari bor-da. Test qilinishi kerak bo'lgan yuqori darajadagi shartlar bor. Nima masalan, aniq test case emas, umuman nima test sanadi ro'yxat. Masalan, test condition. Birinchi test condition email orqali parolni tiklay olish. Ikkinchi test condition noto'g'ri email kiritganda xato berish kerak. Uchinchi test condition havola muddati bo'yi ko'rsatdik. Bu muddatlangan bo'lishi kerak. Chegara va yangi parol talablari. Masalan, havolani yangilamoqchiman, parol kiritdim, forgot password'dagi yangi parol kiriting deydi. Yangi parol talablari. O'shalarni, ya'ni har bittasi test condition. Bu ya'ni test dizaynning bir qismiga kiradi. Test case esa har bir testni condition uchun aniq qadam va ko'rsatma. Masalan, email orqali parolni tiklash degan bir test conditionimiz bo'lsa, shuni qanday qilamiz? Bu o'z email orqali parolni tiklash deganda tavakkal bo'ldi, email orqali tiklar ekanmiz, bu yerda email kiritar ekan emasda, buni o'ziga yarasha dokumentatsiyasi, hujjatli bor. Nomi nima buni? Xo'p, bu test case nomi, test case 001. Endi bir misol. Email orqali parolni tiklash degan nom, title, endi of precondition, ya'ni oldindan nimalar bo'lishi kerak? Masalan, siz parolingizni tiklashingiz uchun oldindan ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. Chunki ro'yxatdan o'tmagan odam qanday parol tiklaydi bazada bo'lmasa? Xo'p. Endi masalan yana bir misol qilamiz. Masalan, siz load create transport create degan transport qo'shmoqchisiz. Transport qo'shish bo'limini test case qilyapsiz. Masalan, test yozyapsiz. Mana bu yerda buni qo'yaman deb. Lekin buni qo'shishdan oldin sizga nima kerak? Ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak bunda ham. Ya'ni bir ish harakat qilishdan oldin precondition, testingdan oldin precondition bo'ladi-da. Oddiy ro'yxatdan o'tish degan test case yozayotgan bo'lsak, buning uchun brauzerga kiramiz. Ya'ni brauzerga kirgan bo'lishimiz, ushbu saytni ochgan bo'lishimiz degan, ya'ni oldindan tayyorgarlik bo'lishi kerak. Shu precondition mana shu narsa. Endi stepslar, qadamlar qanday qilinadi? Masalan, login bosiladi, parolni unutdim, login bosildi. Parolni forgot password deganiga bosildi. Keyin emailni kiritasiz, masalan, va hokazo. Keyin email keladi, emailni ochasiz va tasdiqlaysiz. Mana shunaqa tarzda test case'lar qilinadi. Test case'lar ham demak umumiy nima degani, umumiy bir dizaynning, test dizaynning bir qismi hisoblanadi. Test dizaynning yana bir qismi test data. Hozir e'tibor qilgan bo'lsanglar, men o'zimni ism familiyamni kiritdim. Mana bu ism familiyani taxminan kiritib bo'lmaydi-da. Biz testingdan oldin QA jamoasi, katta jamoalarda biz loginga nima qo'yamiz, passwordga nima qo'yamiz, forgot password qilsak o'sha akkaunt bilan testlaymizmi, boshqa akkaunt bilan testlaymizmi, hammasi hujjatda kiritilgan bo'ladi. Testlarlar faqat shu tarzda testlaydi, lekin bizning hududlarda, ayniqsa O'zbekistonda bunaqa dokumentatsiya bilan ishlanmaydi, lekin katta kompaniyalarda javobgarligi yuqori bo'lgani uchun ularda mana shunaqa tarzda ishlanadi. Masalan, mavjud email bo'lishi kerak, noto'g'ri email ham bo'lishi kerak. Ya'ni noto'g'ri email bilan test qilishimiz kerak-ku. Masalan, men hozir mavjud email bilan forgot password qildim, keladi. Noto'g'ri email bilan forgot password qilsam kelmaslik kerak. Bunaqa email yo'q deyish kerak. Yangi parol, masalan, new pass 123 old pass 456. Masalan, forgot password qilganingizdan keyin email yuborgandan keyin parolni yangi parol qo'ying deydi-ku. O'shanga eski parol qo'ysangiz, aslida dokumentatsiya bo'yicha ishlamaslik kerak-da. Xavfsizlik yuzasidan ham yangi password yasashga. Mana shu narsani ham dataga kiritasiz. Xullas, testing jarayonidagi har bitta siz ishlatib turgan nomlar, qo'shimcha
datalar, ma'lumotlarning har bittasi dokumentatsiyaga kiritiladi. Bu test dizaynning demak asosiy qismi bo'ladi. Demak umumiy tushunchada test dizaynda 3 ta asosiy komponent bor: test condition, test case va test data. Bular demak test dizaynni asosini tashkil qiladi. Xuddi bir saytning dizaynida hop chizma, harflar, raqamlar va mana bunaqa shablonlar bo'lganidek, test case'da ham o'ziga yarasha o'zini chizmasi, o'zini yozadigan joylari bo'lgan deb tushuntirsak bo'ladi, oson qilsak. Xo'p, mana bizga test case misol keltirgan. Test case nima bor? To'g'ri email bilan parolni tiklash, data. Mana bu ko'rganimiz qanaqa data bo'ladi? Expected kutilgan natija nima bo'lishi kerak? Email yuborildi deb berish kerak. Bu test case ni o'tganmiz. Endi o'zingiz test case yaratib ko'rasiz, test case nomi bor. Xohlang 001 qiling, xohlangsiz 002 qiling. Sarlavha login muvaffaqiyatli emas, parolni tiklash degan sarlavha qiling. Xo'p, foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. Bu to'g'ri. Bu foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. Test ma'lumoti, masalan, data aytganimizdek, mail o'zimizda email kiritsak bo'ladi menimcha. Test email emas, test email.ru. Qadamlar, mana bu hamma qadamlar bor. Loginni ochish, uni yozasiz. Loginni ochish, bu endi yangi o'rganayotganlarga kerak. Loginni ochish, masalan, parol maydonini to'ldirish. Buni yozishimiz kerak. Biz hozir parolni tiklashda loginni ochish, parolni tiklash degan joyga kirishimiz kerak-a? Parolni tiklashimiz kerak, kiritish, keyin mail kiritish, email kiritish, email kiritish va verification kod kiritish. Mail kiritasiz, to'rtinchisi verif kod kiritasiz. Buni alohida darsda qilsak bo'lar ekan, praktika bo'yicha, to'liq praktika bo'yicha, to есть kiritish va kutilgan natija nima bo'ladi? Email kelgandan keyin dashboard sahifasiga o'tadi. Bizda ham shunday. Dashboard sahifasiga o'tadi. Yana uni yozsak bizga test case'ni chiqarib beradi. Mana bunday qilib qarang. Mana bu mashq qilib o'rganamiz. Test komponentlarini joylashtirasiz. Buni ham masalan test ID mana bunday qilasiz, qo'yasiz. Email kiritish bu sarlavhani qo'yishimiz kerak. Sarlavha muvaffaqiyatli login degan sarlavha. Precondition, ya'ni oldindan talabma bo'lishi kerak. Ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak foydalanuvchi. O'tmasdan qanday qiladi? Stepslar mana 1 2 3 steps o'z nomi bilan va XX result dashboardga o'tish. Test case to'g'ri tuzildi. Demak, qarang, test case yozishni ham o'rgatyapti, tuzishni ham o'rganyapti. Test dizaynda texnikalar bor. Buni bilib qo'yish zarar qilmaydi, lekin shart emas. Xo'p, equivalence partitioning bor. Equivalent bo'limlashtirish, boundary value analysis, chegara qiymatlar va qaror jadvali. Bu nima degani? Masalan, boshdan boshlasak, ma'lumotni guruhlarga bo'lish va har guruhdan bitta qiymat bilan test qilish. Xo'p, siz butun qismlarda, ya'ni bitta test login qismini tekshirish uchun minglab ma'lumot kiritishingiz mumkin. Masalan, bu yoqda ro'yxatdan o'tishda, xo'p, yangi ro'yxatdan o'tish deylik, sign up, masalan, ro'yxatdan o'tishda emaillardan ro'yxatdan o'taylik, osonroq bo'ladi. Emaillardan ro'yxatdan o'tgan ekan. Xo'p, ro'yxatdan o'tishda mayli bundan o'taveramiz. Mana egrilarni to'ldirishingiz kerak, keyin SMS kirish kerak. SMS ni to'ldirishimiz vaqt olar ekan. Xo'p, invalid for on number deyapti. Demak, adres yoki phone number xato deyapti. Demak, qarang, adres yoki phone number bunaqasiga kelmaydi deyapti. Bunaqa email emas. Demak, bizga Gmail emas, email.ru kerak ekanda. Uzr. Email qoldi. Lekin keldi. E'tibor qilgan bo'lsak, bu yerda muammo bor. Sizlar bahona ko'rib oldik. Mana bu mail SMS kelishi kerak hozir. Buni ochishgancha vaqt ketadi, mayli. SMS kelgandan keyin siz registratsiya jarayoniga testlashingiz kerak. Testlashda 15, 30, 70, ya'ni 3 ta o'rtalarda olasizlarda. Registratsiya talab bor. 18 yoshdan katta bo'lish kerak. 65 yoshdan kichik bo'lish kerak degan registratsiya talab bo'lsa, siz 18 dan 65 gacha har bitta raqamni yozib chiqmaysizda. 18 qo'yib enterni bosib, 19 qo'yib enterni bosib 20. Yo'q, siz 3 ta standartda olasiz. Ya'ni 18 da olasiz,
18.65 dan demak 30 da olasiz va eng oxiri 65 bo'lsa 64 da olasiz. Ya'ni chegara qiymat. O'z nomi bilan bu. Ha? Chegara qiymat demak, ya'ni guruhlarga bo'lish. Chegara qiymat boundary value. Demak, guruhlarga bo'lib, 3 ta guruhga bo'lib olasiz. Boshlanish nuqta, o'rta nuqta, oxirgi nuqta. Buni misol qilib tushuntirsak yanada yaxshi bo'lardi menimcha. Xo'p, sign in qilaylik mayli. Bizga bitta tayyor emaildan olsak qulay bo'ladi. Endi boshlayotganlar uchun shuni oson qilib ko'rsatishimiz uchun. Xo'p. Bizga email berish kerak. Bu email berdi, ro'yxatdan o'tamiz. Sign up registratsiya qilamiz. Jo'gay. Hozir kerak emas saqlanib qilish. Bizga SMS kelish kerak. Hop. Hozir SMS kelish kerak. Keldi SMS. Verification SMS mana keldi. Qani o'z-o'zidan biz verification'ni ham tekshirib olaylik. Mana qarang. Demak, bizga full name ismni bor, tip bor, foydalanuvchi anaqasi bor, ya'ni tipi bor va parolni terish va confirmation parolni tasdiqlash bor. Full name'ga biz tekshirishimiz kerak. Bizda talabda aytilyaptiki, eng kami bitta harf bo'lsin, eng ko'pi 50 ta harf bo'lsin deyapti. Siz birdan 50 gacha hammasini tekshirib ko'ra olmaysiz-da. A qilib o'chirib unaqa qilib o'tira olmaysiz-da. Hammasini complete registration o'tira olmaysiz. O'shanda nima qilasiz? Mana yerda qarang, bug bor ekan, rus tilida, ingliz tilida ko'rinib turibdi. Mana kuylar, yangi kuylar e'tibor berishimiz kerak. Xo'p, shunda nima qilasiz? 3 ga bo'lib olasiz. Demak, bitta harfdan 50 tagacha harfni registratsiya qilsa bo'ladi. Demak, birinchi harfimiz 1. 50 gacha bo'lgan bo'lsa, o'rtasi 30 deyaylik. 30 ta A masalan. Oxirgisi 50 bo'lsa 49 ta. Ucharasini tekshirasiz. Bitta A, 30 ta A, 30 ta 50 ta. Bu misol, o'zi aslida 50 ta harf bo'lmasa kerak, o'zi 20 taga mo'jna bo'lsa kerak. 20 bo'lsa, masalan 1, 8, 20. Yani 3 ta qismga bo'lib dizayn qilib testlash bu test dizaynni birinchisi equivalence partitionga tushadi. Demak, testingda siz testlamoqchi bo'lgan chegarani 3 qismga bo'lasiz. Masalan, parol. Yana bir misolda, parolingiz eng kami 1 2 3 qilsak nima der ekan? 1 2 3 qilsak 1 2 3. Требуется подтверждение пароля deyapti. Подтверждение qildim. Masalan, test dedim. 1 2 3 1 2 3. 1 2 3 1 2 3. Требуется полное имя deyapti. Hop, test simple.ru. Mana. Demak, test 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Требуется полное имя deb yoqqa kelyapti. Требуется подтверждение. Mana полное имя deb kelmaslik kerak mantiqan. Mana yerda bak, chunki bu yerda imya emas, parol qo'yiladi. Uni fix qilamiz. Xo'p, shuning uchun nima bo'ladi? Parol qo'yilgandan keyin mana boyaga equivalence partitioningni o'rganamiz. Eng kami nechta bo'lishi kerak? Bittadan 10 tagacha bo'lishi kerak. Masalan, eng kami bittadan 6 tadan 20 tagacha bo'lishi kerak. Masalan, password. Yo'qsa bitta 20 tagacha bo'lishi kerak. Siz nima qilasiz? 6 ni olasiz, 10 da olasiz, 19 da olasiz, 20 tagacha bo'lishi kerak. 3 ta chegarani 3 ga bo'lib olasiz. Bo'ldi, uchalasini ham tekshirasiz. Endi boundary value analizida chegara qiymat sodda qilib aytadigan bo'lsak, bunda boshi bilan oxiri ko'radi masalan. 3 ga bo'lib olmaysizda, boshi oxiri. Masalan, boshi 7 ta, masalan, eng kami 7 ta, eng ko'pi 20 ta deb yozsa, masalan, hozir ishko.uzga kiraylik. ishko.uzga kiraylik. Mana shu yerda biz registratsiya qilmoqchimiz. Bu saytdan ro'yxatdan o'tishga bosdik, ish qidiruvchi deb bosdik-da, o'zimiz nomerimizni terdik masalan. Ish qidiruvchi deb o'zimiz nomerimizni terdik. Mavjud profilga kirish, yangi profil ochishga bosdik. Bizga SMS keldi. Real case bo'lish uchun sizlarga ko'rsatyapman. SMS keldi. 5829. Keldi, mana endi qarang. Ismga nechta harf qo'ysak ketar ekan? Chegara yo'q, ketaverar ekan. Hammasini yuklab turib qani ketaversakchi. Bu ketaverar ekan. Familiya ham ketaverar ekan. Aslida bunday bo'lmaslik kerak. Ismda chegara bo'lish kerak, familiyada chegara bo'lish kerak, kasbda chegara bo'lish kerak, hudud,
Masalan, erkak tug'ilgan sanani tanladik. Masalan, bu test uchun qilyapman. Sohani tanlang deyapti. Pazanda oshpaz masalan. Yo'q. Qishloq xo'jaligi. Tekshirish uchun, sizlarga ko'rsatib berish uchun qilyapman buni. Xo'p. Nima deyapti? Foydalanuvchi 16 yoshdan katta bo'lishi kerak. Mana, demak, qarang, mana biz tekshiradigan yana bir jarayonimiz. Foydalanuvchi 16 yoshdan katta bo'lishi kerak deyapti. 2011-yil 16 ga hali to'lgan, to'lmagan, 15 yosh bo'ladi, to'lmagan bo'ladi. Shuni biz 2009 qilsak ishlash kerak. Mana o'tib ketdi. Demak, eng kami 16, eng kichigi 16 yosh ekan, demak eng kattasi necha yosh ekan? Eng kattasi 1926 ekan. 1926 ekan. Mana shuni endi biz 1900 o'zgartirolmas ekanmiz. Tekshirish uchun 1926 dan 2009 gacha tekshirib ko'ra olmaymiz-da. 1926 dan 2009 gacha tasavvur qiling, qancha muddat bo'ladi? 1926 dan 2009-yilgacha muddatda tekshirish qiyin. Har bittasini 70-80 test qilmasda siz shuni boshlanishi 1926, oxiri 2009, shuni tekshirasiz. 1927 ishlayaptimi? 2008 ishlayaptimi? Ya'ni mana shu chegaralar tekshirishingiz, bu boundary value analysis. Shu so'zdan so'ralganda nima chegara qiymat degan savol tushgan. Aytasiz, chegara deganda berilgan requirementni, masalan, bizda requirement eng kichkinasi 16, eng kattasi 1926-yil bo'lsa necha yosh bo'ladi? Hozir 2026-yil bo'lsa 100 yosh ekan. 100 yoshdan eng kattasi 100, 16 100. Mana shu chegarani 99da 99da yoki 101da bunaqasiga bo'lsa 16ni, 15ni, 14ni shu chegaralar, ikkita chegarani tekshirib o'tirishingiz bu boundary value analysis. And decision table. Bir nechta shartlar birlashganda har xil natijalar bo'lganda ishlatiladi. Masalan, birini sotyapsiz, sotuv summasi 1 million. Lekin eski akkaunt plus 1 yil oshib ketgan muddat. Endi sodda qilib aytadigan bo'lsak, bunda summa 1 million, akkaunt eski, 15% chegirma bo'lishi kerak. Summa 1 million, akkauntingiz eski emas, ya'ni yangi, sizga 10% chegirma, ya'ni oldingi klient emassiz, siz yangi klientsiz. Sizga 10% chegirma bo'ladi. Agar eski akkaunt bo'lsa, sizga 15%, eski klient bo'lganingiz sizga 15%. Ya'ni tushuntirib aytsak, shartlarga ko'ra natijalar muvofiq keladi. Masalan, men mana bu saytdan ro'yxatdan o'tyapman, aytayapti, ishchisi deb ro'yxatdan o'tsangiz, ishchisi deb ro'yxatdan o'tsangiz, sizga masalan ish topishingiz oson bo'ladi deb aytishyapti. Keyin yoshingiz qancha yosh qilsangiz oson bo'ladi. Ya'ni bir necha shartlar qo'yyapsiz, shartlarni bajaryapsiz. Shu shartlar qilganingizdan keyin shu shartlar asosida testlaganingizdan keyin ish berishi, bu ya'ni decision table. Bu kamdan kam bo'ladi, lekin bilib qo'ysangiz zarar qilmaydi. Keyingisi demak state transition. Bu state transition men ham hali ishlatmaganman, lekin bilib olaman. Masalan, holatlarni ko'rish. Ishlatgan ekanmiz, yangi to'langan, yetkazildi degan, buni endi ishlatganmiz, lekin aynan shu holat o'tkazishni ko'rmaganmiz. Xo'p, buni hozir qanday sodda tushuntirsak? Masalan, bu profilni endi alohida kiraylik o'zimiz saytimizga. Masalan, men bu saytga kirdim. Meni narsam holati bir holatda ikkinchi holatga o'tkazmoqchiman. Xo'p, mana bu yukim holati bor. Yukim holatiga hali mening yukimga talab kelmagan. Holati aktiv. Demak, men bitta kimdir masalan mening yukimni olgandan keyin, mening yukimni kimdir olgandan keyin hozir ochib olsin. Mening yukimni olgandan keyin haydovchi keyingi holatga o'tadi. Ya'ni testingda jarayon bo'yicha shartnomaga o'tadi yoki yo'lda deganiga o'tadi. Haydovchi oldi, shartnoma bilan kelishdi, bo'ldi. Endi bu keyingi holatga o'tadi. Endi haydovchi profildan kiradida, bo'ldi, men yetkazib berdim deydi. Yetkazib bergandan keyin skladchi qabul qiladi, yetkazilgan degan holatga o'tadi. Ya'ni siz ham haydovchi, ham yuk qo'yuvchi, ham skladchi bo'lib tekshirasiz. Har bir steplarni tekshirasiz. Mana shu steplarni tekshirish state transition deyiladi. Ya'ni tizimda bir holatdan keyingi holatga o'tishini ishlayaptimi yo'qmi,
har bir holatni tekshirishingiz bu state transition. Bular avtomatik har bir query bilan shug'ullanadi. Lekin sizga state transition qildim, buni decision table qildim demaysiz. Bu qachon sizga kerak bo'ladi? Aynan meetingda boundary value analysis nima desa yoki chegara qiymat desa nimani tushunasiz desa, masalan ikkita chegara bo'ladi. Eng boshlang'ich va eng oxir desa. Bo'lmasa equivalence, ya'ni ekvivalent degan nima desa, uchta chegarani olib olamiz. Testingda uchta bosh qiymat, o'rta qiymat, oxirgi qiymatni olib shu bilan testlaymiz deysiz. Decision deganda shartlar bilan muvofiq ishlayaptimi? State deganda bu holatlar, ya'ni bitta holatdan ikkinchi holatga o'tyaptimi, o'shani bilasiz. Endi white box haqida o'tganmiz. Xo'p. Bitta faqat mashqlar bor ekan. Har doimgidek yana aytib ketamiz. Bizning test shop saytimiz bor. Test qilish uchun maxsus sayt. Baglar ham bunga kiritib qo'yilgan. Testlash uchun. Chunki siz kirgan saytda siz baglar topa olmasangiz, sizning vaqtingizni ham olishi mumkin, tushunmasligingiz ham mumkin. Mana bu saytda ko'rib turganingizdek, maxsus baglar bor. Masalan, mana bu filtrlarda o'zida bitta bag, mana ovqat degan oziq-ovqat knopka ishlamaydi. Bo'lmasa asosiy sahifaga kirganingizda mahsulotlarda rasm ochilmaydi, mana bitta bag. Cookie qayta so'raydi, yana bitta bag. Ya'ni boshqa saytlar, baglar bor. Tayyor baglar o'rganish uchun shu saytga kirib bemalol o'rganishingiz mumkin. Xo'p, intervyu savollari, darsni yaxshi o'zlashtirganingizdan keyin intervyu savollarini ham bir yo'la ishlab qo'yishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatulloh.